Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan IT Vanus. Bugungi darsimiz Google darslar to'plamidagi 6-mavzu bo'ladi. Ya'ni bugun Google Docs, Google Sheets va Google Slideslar bilan ishlashni o'rganib chiqamiz. Bundan oldingi darsimizda biz Google Drive bilan ishlashni, birorta faylni qo'shib, u faylni boshqalar bilan birgalikda o'zgartirishni yoki bo'lmasam qandaydir ustida amal bajarishni o'rganib chiqqandik. Xo'p, bugun ham deyarli shularni takrorlaymiz va kengaytirilgan holatda. Xo'p, birinchi bo'lib Google Drive ga kirib olamiz. Buning uchun mana bu yerdan qidiramiz va buningga bosib, mana bundan sign in qilamiz yoki bo'lmasam drive.google.com saytiga mana bunday bosib, enterni bosib kirishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizning home papkamiz va mana bu yerda My Drive bor. Endi bu yerga bitta papka ochamiz. Dars uchun deb nomladim. Kiraman. Endi bu yerdan mishkani o'ng tomonini bosamiz va bu yerdan ko'ryapsiz Google Docs, Google Sheets va Google Slides'ni ko'rishingiz mumkin. Google Docs bu Microsoft Word, mana bu Excel, mana bu bo'lsa PowerPoint ga to'g'ri keladi. Endi agarda siz Word yoki Excel bilan tanish bo'lmasangiz, IT1 o'zining kanaliga o'tib YouTube'dagi playlistlar bo'limidan mana bu yerdan Microsoft Excel yoki bo'lmasa Microsoft Word darslarini ko'rib o'rganib chiqishingiz mumkin. Ya'ni biz inchlariga mukammal to'xtalib o'tmaymiz. Google Docs bilan boshlaymiz. Mishkani o'ng tomonini bosamiz va bu yerdan mana buni bosamiz. Bu bizga yangi fayl qo'shadi. Bu yerdan dars 1 deb nomlayman. Enter. Ko'ryapsiz, saving boshlandi va saqlandi. Bu drive ga saqlandi. Endi siz mana bu yerda qandaydir matn yozsangiz mumkin, dars yoki bo'lmasam buni shriftini o'zgartirishingiz, kattaroq, kichikroq qilishingiz, qalin yoki bo'lmasam boshqacha ko'rinishda qilishingiz mumkin. Agarda siz Word bilan ishlashni bilsangiz, demak bu bilan bemalol ishlay olasiz. Agarda tablitsa kerak bo'lsa, insert, table mana bunday tanlab ishlashingiz mumkin. Saving va saqlanib bo'ldi. Demak, qandaydir o'zgarish qilganingizdan keyin kutasiz ozgina saving bo'ladi. Mana bunday save to drive bo'lsa, bu saqlangan bo'ladi. Endi bundan chiqib ketishingiz mumkin. Va bu yerda dars uchunda mana bu Word yoki bo'lmasam Google Docs tayyor. Demak, bunga ruxsat berishni bundan oldingi darsimizda ko'rib chiqqanmiz. Keyingisi Google Sheets, ya'ni Excel ga o'xshaydi. Xo'p, bosamiz. Ochildi. Endi bu yerdan mana bunga dars Excel deymiz, misol uchun. Enter. Saqlandi. Agarda siz Excelni bilsangiz, bu bilan xudo xolasa bemalol ishlay olasiz. Buni bosamiz. Bunga 2 yoniga 3 mana bunday teng. Enter. Hop, teng. Plus. Enter. Demak, Excel amal. Pastga tushirsak, bu 8 bo'lishi kerak. 7 ha, to'g'ri. Tushunarliga Google Sheets bilan ishlashni. Saqlandi. Va chiqib ketamiz. Mana bu yerda bor. Agarda siz Excel bilan ishlashni bilsangiz, bu bilan ham xudo xolasa bemalol ishlay olasiz. Agarda bilmasangiz, mana bu yerdan mana bu darslarni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Keyingisi Google Slides. Bu PowerPoint ga o'xshaydi. Prezentatsiya tayyorlash uchun. Hop, nomi, ism, familiya yoki bo'lmasam mana buni qo'shish orqali bu yerga title, bu yerga kontekstni yozasiz. Ya'ni misol uchun kitob haqida birorta kitob bo'lsa, kitob haqida pastiga qandaydir ma'lumot va yoniga rasmlar yoki bo'lmasa mana bunday shablonlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz buning ichiga rasm yoki bo'lmasam qandaydir diagramma ham qo'shishingiz mumkin. Misol uchun mana bu yerga bosamiz.
Hop, insertdan bu yerdan rasm qo'shishingiz yoki bo'lmasam diagramma qo'shishingiz mumkin. Misol uchun rasm qo'shmoqchi bo'lsangiz, kompyuterdan yuklaysiz yoki bo'lmasam drive'dan yoki bo'lmasam kameradan yoki URL orqali ham yuklab qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Yoki birorta joydan copy paste qilib olishingiz ham mumkin. Qiziqsangiz albatta bularning har birini ichidagi mana bu menyularni yoki bo'lmasam bularni mana bu temalar bor ekan. Mana bunday temalarni o'zgartirib ko'rishingiz mumkin. Menimcha bular bilan ishlashni o'rganib chiqdik. Ichiga to'xtalib o'tmaymiz, chunki ichi bilan ishlash xuddi PowerPoint ga o'xshaydi. Agarda PowerPoint ni bilsangiz, bular bilan ham ishlash oson bo'ladi. Xo'p, menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, endi buni Microsoft Word yoki bo'lmasam Excel dan qanday farqli tomoni bor? Agarda sizda mana bu Word yoki bo'lmasam Excel sizning cloudingizda tursa, xohlagan kompyuteringizdan kirib, mana buni ishlatib olishingiz mumkin. Ya'ni uydagi kompyuteringizda birorta Wordingiz qolib ketsa, hech qanday ishlata olmaysiz. Shuning uchun sizga mana bu Drive bilan ishlash birmuncha afzallik beradi. Bugunga shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.